Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizimizda 7 xazina obunachilari kuninglar yaxshi o'tibdimi? 7 xazina fermasidan kichkinagina obzor qilamiz. Esinglarda bo'lsa, mana bu zagon qilib boqardik, yechilib yurardi mollar. Mana bu yerda spalnisi yotardi. Mana yerlari ham sirpanmagan qilingandi. Hozir ikkita sigir qolgan, u ham dalaga chiqib ketgan. Endi bu yerda boylab boqiladigan qo'yamiz, chunki zagonda joy sal torlik qotdi. Tozalashga ham qiynalyapmiz. O'shanga mana bunaqa bo'lib chiqdi, adden qilib. Bu yoqga ham mol taxlamoqchimiz. Oxir bu yoq mana devorga splashni qo'yiladi uzunasiga. O'shanda bu yerda g'onajin boqiladi, ko'ti shunda mana bu pritik bo'ladi, mana bu tushadi axlatlari. Mashaqqat qilyapti. Mana bu yoqdan ham ish boshladi, ish yo'q edi. Mana yer oxir edi, yerdan beramiz. Sigirlarga bu yerga yerdan yeydi. Hammaqa po'choq-mo'choqlarni anaqaga beramiz, g'onajillarga. Hammaqa oxir ham bor. Quyuq narsalarga. Suyuq narsalarga. Xudo xolasa endi to'ldirish anaqasidamiz. Polni katalochni ventilyatorlar qo'yamiz, mikroklimat. Bitta mana bor. Buni kuchi yetmaydi, ehtimol ko'paygandan keyin. Mana bu o'ziga 8 ta sigir ketadi. Bu yoqqa 8 ta g'onajin. Mana molxonamizni yangitdan qurganmiz. O'zi obuna bo'lganlar ko'rgan eski holatini ham. Mana patologlarni baland qilib qurdik, 440 yog'i 360 lar. Havo aylanadigan qilana. Ochuv tepalari. Mana hovli taraf ham ochuv. Mana o'choqda sechka yemni pishirib beriladi. Hozir endi pishirmayapmiz. Mana bu yerga hashiya bosib qo'ydik, bu buzoqxona bo'ladi. Buzoqlar bu yerda turadi. Xudo xolasa yana like'lar bosib, podpiska tashlamaganlar podpiska tashlab qo'yinglar. Yana yangi videolar qo'yib turamiz. Bu yoqda yemxona qo'yardik bu yoqni. Yem ham o'zimizdan chiqsin, o'zimizda bor, optim narxda olamiz, optim narxda yediramiz. Molni ratsioni yemishini arzonlashtirish uchun yemxona ham ochib yubordik. Mana bu yoqda tepa-tepalar turadi. Mana yo'l yuzida shundoq. Bu yoqda siloslarimiz turadi. Bu yoqda dala makka jo'xori ekib qo'yganmiz. Dala shu boshidan oxirigacha bizaniki 4 gektarmi, 3 gektar. Lompollarni ham mashaqqatchi quriladi. Xudo xolasa yana yangi videolar qo'yib turamiz. Mana bu yerda ham misol uchun yuvib tashlaymiz. Gompollar, sidularni yuvamiz. Mana bu yoqdan dalaga chiqib ketadi o'g'it bo'lib. Mana bu yerdan katta turba tashalgan primo yer tagidan yo'ldan dalaga chiqib ketadi. Hozir endi mol ikkita donaliga hamma yoq bardak bo'yapti, anasi shu yerda. Xudo xolasa mollarni olib kelishdan oldin chiroyli qilamiz. Mana bittadan ham tepadan ozgina demoxot ochib yuboramiz. Mana tunkani ko'tarsa o'zi ochiladi avtomatik. Havo aylanishiga-da. Xudo xolasa niyat bor. Bu yerga rezinka anaqa tashlaymiz, kovrik. Bitta mana mashtaga keladi, arvidan sal yo'roq. Hop, men turbalarning orasini burun qilganman. Bu yerda 8 ta sigir boqib ko'rdim boylab. Bemalol sig'ar ekan. Bu chuqur mana turgan joyimiz. Bu yoq karmushka baland. Balandda joylashgan. Xayr, salomat bo'linglar. Yana yangi videolar kutib qolinglar, qo'yamiz.